Bu bola olamdan o'tib qoldi aka. Olamdan o'tdimi? Endi men nima qilaman? Qandoq qilaman? Tinchlikmi amaki, nima bo'ldi? Bolam, o'zim ham tushunmayapman. Mana shu dorilarni har safar 200 ming so'mga olardim. Bu bola 2 million deyapti. Shuncha pulni qayerdan olaman? Qani keling, Mamutga o'tiringchi. Mana qara, sen daftarni olib kel. Mana xo'jayin, o'zingiz ko'ring. O'zi rahmatli Sobit mard bola edi-da amaki. U 10 million doringizni pulini yonidan to'labdi-da. Shunaqasi ham bo'ladimi? Shuncha pulni yonidan to'lab yuboribdimi, baraka topkur. Ya amaki, o'zi bu yigit boshqacha edi. Alloh yorliq qilgan inson ekansiz-da. Shuncha payt davomida oyligidan to'lab ketdi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qilgan ishlarini ajr mukofotini bersin. Men ham ta'sirlandim amaki. Mana qara, shu dorilarni amaqimga shundoq berib yuborgin. Xo'p, xo'jayin, dorilar tayyor. Alloh qilayotgan ishinglarga baraka bersin. Bolalarim, Alloh rozi bo'lsin. Sobit ishlari menga yaxshigina ibrat bo'ldi-da. Ta'rifga so'z topolmayapman hozir. Joy jannatdan bo'lsin. Mana shu amakimni davolanish tugaguncha dorilarni tekinga berib turgan. Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi xo'jayin. Keyin shularga o'xshagan qiynalganlar bo'lsa menga bir ro'yxat qilib bergin. Meni xabardor qilib qo'yginda. Sadaqa ijora ham kerak-ku baribir. Shularga ham to davolanish tugaguncha tekinga dori-darmon berib turamiz. Senga ham, menga ham savob tegadi. Nima deding? Bo'ldi xo'jayin, ertaga Xudo xolasa hamma ro'yxat qilib beraman. Baraka top, charchama. Lekin Sobit ishi bir umrlik bizga o'rnak bo'ladigan ish bo'ldi. Joy jannatdan bo'lsin.